Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Samarqand viloyat tut parvonasi va chigirtkaga qarshi kurashish xizmati tomonidan Samarqand viloyati bo'ylab olib borilayotgan ishlar haqida ma'lumot berib o'tamiz. Respublikamizda chigirtkalarning 200 dan ortiq turi mavjud bo'lib, shundan 8-10 tasi qishloq xo'jalik ekinlari, yaylovlar va boshqa o'simliklar dunyosiga jiddiy zarar yetkazib keladi. Viloyatimiz bo'ylab 19 ming gektarda zararli chigirtkalar kuzatilgan bo'lib, 15 ming gektarda aniqlangan. 14,5 ming gektarda kimyoviy kurash ishlari olib borilgan. Bugungi kunda viloyatimizning Nurobod, Qo'shrobod va Kattaqo'rg'on tumanlarida zararli chigirtkalarga qarshi kimyoviy kurash ishlari olib borilmoqda. Ishtixon va Payariq tumanlarida ham zararli chigirtkalarning lichinkalari kuzatila boshladi. Viloyat bo'ylab chigirtkalarga qarshi kurashish uchun 4 ta shtab tuzilgan bo'lib, otryadlarga 10 dan ortiq traktorlar, 7 tadan ziyod maxsus pikap avtomashinalari va 5 ta suv tashuvchi texnikalar, 40 dan ziyod motorli qo'l purkagichlar va 6 ta mototsikllar shay holatda xizmat ko'rsatmoqda. Kuzatuvchi agronomlar tomonidan kunlik nazorat va kimyoviy ishlov olib borish ishlari kuni-tun yo'lga qo'yilgan. Samarqand viloyatida 66 ming gektarda zararli chigirtkalarga qarshi kimyoviy ishlov o'tkazish prognoz qilingan. Shundan joriy yilning 29-apreliga qadar 31,760 gektarda kuzatuv tadbirlari o'tkazilgan. Kuzatuv jarayonida 25,210 gektarda zararli chigirtkalar tarqalgan maydon aniqlangan. Bir kunda 1138 gektargacha maydonda ishlovlar olib borilmoqda. Jami bugungacha 28108 gektar maydon ishlovdan o'tkazilgan. Viloyatda zararli chigirtkalar galasiga qarshi kimyoviy ishlov o'tkazish uchun 16 ta OVX 600 purkagichli traktorlar bilan bir kunda 348 gektardan jami 3867 gektargacha, 5 ta VP1 traktor purkagichlari bilan bir kunda 170 gektardan 4170 gektargacha, 58 ta motorli qo'l purkagichlarning har biri bilan 90 gektardan 9108 gektargacha, 4 ta UMO purkagichli avtomashinalarda bir kunda 530 gektardan 14950 gektargacha bo'lgan maydonlarda kimyoviy ishlovlar olib borilmoqda. Shuningdek, viloyat chigirtka va tut parvonasiga qarshi kurashish xizmati tomonidan zararli chigirtkalarning o'choqlarini aniqlash bo'yicha doimiy kuzatuv ishlari yo'lga qo'yilgan hamda kimyoviy kurash tadbirlarini o'z vaqtida samarali tashkil etish bo'yicha barcha zarur choralar ko'rilmoqda. Hududlarda zararli chigirtka bosqini bilan bog'liq hodisa yuz berganda chigirtka va tut parvonasiga qarshi kurash xizmatining hududiy bo'limlari rahbarlari va agronomlariga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilishingiz mumkin. Murojaat uchun telefon raqamlarini qoldiramiz. Bizda hozircha shular. E'tiboringiz uchun rahmat.